Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli yo'ldoshlar, mana sizlarga hozir vijdon qiyma shashligini tayyorlashni ko'rsatamiz. Mana sveji go'shtlardan, bo'yin go'shti, son go'shtlaridan mana 250 siqga tayyorlab qo'yamiz. Mana charvalar, sveji, piyoz. Zirorlarni berib, piyozlarni qo'shib, mesirobkadan o'tkazib bir muzlatib olamiz. Hammaga salom, yaxshimisizlar? Tayyor bo'lgandan keyin Hojibon choyxonaga kelaverasizlar. Ana bu tayyor mahsulotimiz. Biz muzlatib olganmiz, mana Hojibon o'tkazyaptilar. Kelaverasizlar Hojibon choyxonalariga. Hozir bunisini tayyorlab qo'yamiz. Bu ertaga tayyorgarlik, bu zagotovka. Bugun buni mesirobkadan o'tgan muzlatib qo'ysak, hozir tuzlarni, ziralarni berib bir qator qo'shib, tuzi, ziravorlar, piyoz, buni charvaga berdik. Buni yaxshilab aralashtiramiz. Piyozni hozir go'sht bilan qo'shib olamiz. Включить потом смотрим, да? Ага. Я пускай поставить. Да, Если да. минут 10, ничего страшного. Ana go'shtimiz ham tayyor bo'ldi. Piyoz, zira, piralar bilan ana qo'shdik. 250 siq bo'ladi shampur. Vijdon jasayotganga 60-65 porsiya bo'ladi. Kelaverasizlar Hojibon choyxonalariga. Har kun sveji shashlik bo'libdi. Mana bunisi kecha tayyorlab qo'ydik. Mana bu tayyor, hozir siqlaymiz buni, nasib bo'lsa. Qiymamizdan tayyor bo'ldi. Marazilikka joyladik. 6 ga bo'lib 5 kilodan qilib. Xaladeligimiz 2 tomon ham muzlatadi har bir qutisi. Lozim muzlatgandan keyin ertaga yana 2 o'tkazamiz. Mesirobkamiz bir marta bir o'tkazgan 2 marta o'tkazadi. 2 ta pichog'i bor, bir o'tkazib beradi. Nasib bo'lsa kelaverasizlar.